Bugün sizlere köpçülük o'xshatib bilmaydigan ag'zatchiqqa retseptini beraman. Bizlere gerek bo'ladi süt, 1 litr süt'e ataman bugün. 1 litr süt, 3 dona tuxum, 1 kaşık mayonez salamiz, tuz salamiz. Keyin hemen masalliqlarimizni qizdirib olamiz. Iliqdan issiqroq bo'lishi kerak. Dro'jji salamiz. Unimizni salamiz. Xo'shgina deb xamirga olamiz. Keyin üstüne shimishga yog' salamizdan yana cho'zamiz xamirni mushlamizdan. Hamirni cho'zib apar beklab o'shani atishimiz kerak. Yildirab chiqadi shunda xamir. İşini bo'lib qo'shib chiqadi xamirimizni ajitmaga bir seta qo'yamiz. Keyin nachinkamizni sepamiz. Etjon, piyoz, koriskiy tuz, oddiy tuz solamiz. Menda koriskiy tuz qolmaganga oddiy tuz ishlatdim. Oddiy qo'ydim. O'zi ag'zatchiqqa hammasi xamirinda qizlar xamiri o'xshasa, boshqa hammasi o'xshaydi. Xamirimiz ham ochidi. Kichkina mitiklarga bo'lib chiqamiz endi. Tumalak deyip. Başta 50-60 gramdan bo'ladi her birisi. Endi yuvib qaytib yayamiz. Nachinkamizni solib, büküp başlayamiz. İşini usulda bükemiz yine. Ben kameraya qarab yaqinroq qaytib bükməkdən də uncha görünmay qapdı. İşini chiqadi yine. Endi buni qatmasa yog' surtib pishirmakka qo'yamiz. Bir havo qarabdan issi bo'lsa tezroq pishadi, bo'lmasa ko'p vaqtda. Meniki bir 40 minut bir soatlarda chiqdi. Endi ağzını pastga qaratib qizgan yog'ga solib beramiz. Past qo'yib pishiramiz. Şimdi ichlarni yog' solib olib. Şimdi ichlari sochli bo'lib chiqadi.